Bir teng qildilar. Ya o'zimga qaytib keldi o'q. Ya to'pa. O'yindan chiqarib yana. Nimaga? Men ketdim kerakchi. Qayda bo'lib turaversa. Kelganimcha. Ringga o'tadigan yo'l ham qilib qo'yibman. Ana endi qayoqqa boramiz? Albatta. Otdan yopgan quramiz. Ke. Ya sana xudoning kamoni bilan o'ldiraman. Ya ikkita kirka kerak-da menga. Menga ikkita kirka kerak. Bittasini nimaga deysizlarmi? Bu yoqqa. Bittasini nimaga deysizlarmi? Sholko'y kasani olmagancha men sholko'y kasanada rudalarni chopib qo'yishim kerak-da, bir ikki ruda. Ukam bilan yaqinda rudalar urumin poygasini o'ynaymiz. Toza olam achamizmi, yaxshi olamda davom etamizmi bilmayman-ku, ammo urumin jangga o'ynaymiz. Ya'ni kim birinchi tezroq urumin yig'ayki, moblar o'ldiramiz. Ha, albatta u yerda bir-birimizni o'ldirish mumkin, ammo birinchi 10 daqiqa o'ldirish mumkin emas bo'ladi-da. Shunaqa qilib o'ynaymiz. Birinchi 10 daqiqada o'ldirgan odam 10 daqiqa chetlatiladi. Ya'ni o'ynamaydi, u bir qafasda o'tiradi. Obsidianli qafasda. O obsidianli qafasdan sindirib chiqish uchun 7 minut vaqt ketadi. Sindirib chiqish ham mumkin, o'tirib kutib o'tirish ham mumkin. Ya Qo'ylar. 3 ta qilish, 3 ta kirka olishim sababi borki, nima deymi? Ikkita kirka, bitta kirka sholko'y kasani bo'lsa, sholko'y kasani rutlarni chopib qo'yish mumkin. Ikkinchisi bilan menda faqat ikkita kirka bor deya olaman-da. Ikkitasini qo'yib sandiqqa, qafasga qamalgan vaqtida bittasini qo'yib sandiqqa, bittasi o'zimda qoladi, shu bilan chiqib keta olaman. Ana endi tushundinglarmi? Nimani ham kutish mumkin edi. Prosta videoni stopga qo'yaman. Boshlagandan o'yinni chiqaraveradi. Ya tozalab ko'rsam kerak. Bila olmoslarim 3 ta olmos bor. Ikkita kirka. Kalani ishlatish kerak ekan. Ikkita kirka yetish uchun saqay bila g'alati men. Ya mana bu lo'qqa qaranglar. Lo'qni qo'yib chiqqan. Voy, lo'q bilan shunday ham qilib qo'yadimi-da odam degani. Lo'q-ku bu haqiqiy lo'q bilan. Men sandiqqa ko'p narsa solishim kerak. Ikkita qo'qib ketdi o'zi menda. Fan qilaverib. Menga birdan o'qim yetadi. O'qim cheksiz. Nazoratlar sandiqda turaversa, oltin olmalar ham, bu ham yo'q, restondan azroq kerak bo'lib qoladi, bu ham qolganlar kerak emas. Bo'lsa yo'q qani. Qolganlar kerak deyshim. Shu boltani 3 ta narsaga yetadi zachirana. Bolta, 2 kirkani zachirana qilaman. Ya go'sht yeyishni o'rniga nima qilyapman? Men qo'rdan qo'ra oltin olmani quryapman. Yonratgan.
Yunus düşedi endi. Bu boshqa tovuq go'shtini quritish kerak. Va hozir daraxt chopish bilan shug'ullanamiz. Bu qanchalik ko'p vaqt olishini bilmaysizlar. Bu daraxtni kim qo'ygan? Ya men hozir jinni bo'lib qolaman. Mana bu daraxtni kim qo'ygan? Kimdan boshqa kim qo'yardi? Ikam qo'l o'zi shunaqa amatsiz. Lo'qni qanaqa lo'qni ko'rdinglarmi? Normaldan to'g'rilab qo'yishni bilmaydi. YouTube to'ppa-to'g'ri qo'yiladigan normani qiyshiq qo'ygan. Lo'q baribir lo'q bo'ladi-da. Hozir 100 olamda 4 kun. Zo'r olamda 100 kun 4-qism. Короче, 90 kun qoldi. Men shuni bilaman. Yo, 87 kun qoldi. 87. Chunki hamma videolarimni sanab chiqsam, hammasi bo'lib 130 minut. Ya'ni 100 dan 130 ni olsak 87, ya'ni 10 minutda bir kun bo'ladi. Chunki 10 minut ichida bir kun keladi. Darrov uxlaymiz va turamiz. Shunaqa qilib o'ynayapmiz bizlar. Mikrofon olganimda ovozim yaxshi chiqardi. Hozir prosta o'zim videolarimni o'zim ko'rib ovozim chiqmaganini bir turli bo'lib turibman. Ovozim polni qilaman telefonni. Ovozim chiqmaydi, biroq bir mikrofon olsam men ham youtuberlarga o'xshab ovozimni eshitib mazza qilardinglar. Daraxt chop bo'ldik, ana endi qaytamiz uyga. Shu yerlarda bitta buni buzatganlar ham borda, men qayoqqa ketib qoldim? Rish qoldim demoqchi edim. Yo'q, bu yerda faqat yashular yuribdi. Yo'q, qanaqa ketyapman? Qayoqqa ketyapman? Men nimada o'ynayapman? Iltimos izohlarda yozib qoldiring, men nimada o'ynashimni. Agar topganga obuna bo'lib qo'yaman. Yozib turinglar. Prям o'taman, eshikka tegsa yutgan bo'laman. Tegdi toshni. Men shunday deb o'ylayman. Ketdik. Yassana bu yoqqa ke. Bu yoqqa ke uyimni nima qilib yursan, zo'r. Ana yerga tushibdi. Tekkanda men pochkamni sotardim. Uyimni ustiga bu mehmonlarni hech kim chaqirmaganda. Qayoqdan paydo bo'ldilar? Voy! What? Uyimni hozir kirib bir portlatmoqchi edi. Prosta monsterlar bilan urushmanglar xato bo'lasizlar. Ha. Urushmayman men. Urushmasang urushma. Billa. Ya, snipersan, ha? Ya uchib o'lib kete. Sizlarni. Sana. Jon ham ketmadi boshda. Yarim jon. Qo'rqat deb o'ylaysam. Ma senga.
Nima mendan qo'rqadi deb o'ylaysanmi? O'qimni tegmaydi deb o'ylaysanmi? Tavba, qanday qilib? O'zimcha yuribdi. Butun uxlamayman men. Shunaqa po'riq farim bilan ketadigan edi kunim. Ammo creeperlarni portlatib yuboryapman men. Bo'lmasa po'riq topishim kerak menga. Ukamni prank qilishga albatta. Ukam prank qilaman-da, shunday dahshat prank bo'ladi. Keyin qismida ukam o'lmasa ismini boshqa qo'yaman. Albatta YouTube'dagi, hayotdagi emas-ku. Ukam ham bu videoni ko'rishi mumkin, shuning uchun ukam tayyorlanib kelishi mumkin-da. Ammo ko'rmasligi ham mumkin-da. Ko'rmasa juda yaxshi bo'lardi. Ko'rsa, короче, hamma rejalarim buzilib ketadi-da. Ammo uyimning ustida ular qanday paydo bo'ldi, shuni bilishim kerak men. Uyimning ichida zombi bo'lsa, o'yinni o'chirib tashlayman. Yoshi patolog ham hamma narsa buzilib ketdi. Nimaga o'yin bunaqa? Menga shuni aytinglar. Nima uchun shunaqa qildi bu o'yin? Nima uchun? Ya 64 ta daraxtim bor ekan. O'yinni o'chirib tashlashga to'g'ri keladi. Yo'q. Men jin emasman. Yaxshisi mana buni qilib chiqaman. Eshik ham sinibdi. Yasham bloklarim bor ekan. Yerda kamera. Dastlabdan mana shunaqa pol uchun bu. Modlar paydo bo'lmasligi uchun. Burada modlar paydo bo'lishi mumkin, shuning uchun. Mana endi chipini tuzatish kerak. Yey! Uydan zo'r narsa qilgan ekan mana shu ikkalasini. Böyle gripperni portlash dahshat chiqibdi o'zing. Dahshat. Voy bile, dahshat chiqibdi o'zing. Gripper dahshat portlab ketgan. Men вообще nima qilmoqchiman? Ikkita olmosli kirka. Короче, bu yarim blokdan qilayotganim sababi ekonom ham modlar paydo bo'lmaydi. Shu biyonam.
Qo'lni hamma yerni tozalab chiqishim kerak. Mana shu chetda, mana shu chetda, mana shu chetda, eshikdan hamma yerga haykal qo'yishim kerak. Mayli, xayr. Xayrlashishga erta ekan. Ovoz o'ynayotganimni ko'rishingiz mumkin. Ammo unaqa jim bo'layotganim sababi просто bosh yomon og'rib turibdi. Mana shular ham boshni yomon og'rityapti. Mana shular qo'yilmasdan ustiga qo'yilib ketaverib. Sakrasangchi. Bunaqa blok qo'ymaymanki, bilagina ustiga qo'yildi. Bunaqa blok hech qachon umrimda ishlatmayman. Просто endi modlar paydo bo'lmasligi uchun ham uyni sirtini ham kuchaytirishim kerak. O'zi 9-daraja menga 99 bo'lib ko'rinyapti. Yetsanimi? Uyat bo'ldi. 33 ta bor ekan. Boshim og'rigan sezmay qolibman. Yetsanimi? Qarashim uyga ketdim yana. Videoni bu yoqcha gapirmasdan video olib ketaman. Yo'q, yaxshisi 30 minut kutinglar. Men daraxt chopib uyni yo'q, kutmanglar. Hozir video tezlashadi. Ya'ni kesib olinadi. 30 daqiqadan keyin bu uy kuchaytirilib qanday darajaga yetganini ko'rasizlar. Mana. Uy vashsha o'zgarmagan desanglar, men shu yerga shuncha daraxt chopib, shuncha narsa qildim. 3 ta narsa ortiq qoldi. Mayli, ana endi hech bala emas. Bularning hammasini daraxt chopish, qarochi eng ko'p vaqt olgan bu mana shuni qurish. Bu yerdan chiqadigan yer ham uzatib qo'yishim kerak men, birodarlar endi. Ya, ikkinchi torga yetmaydi ekan. Ikkinchi shertga yetmaydi ekan. Qani qo'y. Yessanimi? Yo'q.
Ketdik. Ostimizga blok qo'yib. Qani ketdik. Qani. Ketdik. Mana shunaqa narsa qilsa bo'ladi, qilib turmaydi. Bak bor. Bizlar chiqa olamiz, ammo moblar chiqa olmaydi mana. Ya, chinnichilik shu yerda ishlaydi. Tosh plita kerak, ha? Voy bilan. Tosh plita qanday qilinadigan edi? Pishirilgan toshdan qilinadimi? Qilib ko'ray. Tosh plita pishirish kerak. Bitta. Sizlarning go'shtlarini yemayman. Ferma ham qurmoqchi edim, ammo videoni yakunlamoqchiman lekin albatta ferma ham qilaman men. Voy. Hozir juda ham kallam olib turibdi, shunga gapira olmayman. Qara, ana endi qilamiz. Ye. Xudoga shukr. Oxirida kirka olib qoldim-da, bo'lmasa bermaydigan edi. Sajikal kerak, kallani ishatish. Ertaroq kalla ishlatib aytgancha mana qilib ko'rsatmoqchi edim. Bo'ldi. Hech kim chiqolmaydi, Ya Xudoga shukr.
What the fuck? Bo'ldi. Chiqadigan yo'lni aniqlab oldik. Endi bu 59 tanaga yo otlarga to'ldirib tashlayman. Fa. Albatta bu otlarni o'stirayotgani sababi ukamga o'rdirmoqchiman. Masa o'stirmayman. Hammaga xayr do'stlar. Hammaga xayr do'stlar. Mayli, yuribdi trend. Hozir turinglarda, hozir screamer boradi. Yaxshilab kutinglar. Yaxshilab screamerni men zombisini yeb qo'yaman. Yeb qo'yaman, seni yeb qo'yaman. Qora zombi ekan. Tuzoqqa tushdim. Zombi tuzoqqa tushdi. Qanaqa qilib chiqaman? Men 550 milliard yil o'ynagan olamimni yo'qotib qo'ydim. Bitta yerli blokli devorga, yerda yasalgan 4 ta devorga orasiga qamalib qoldim. 550 milliard yillik olamim yo'q bo'lib ketdi meni. Nima qilaman endi? O'zim ochilib ketdi. Men bu yoqda paydo bo'lib qoldim. Qaranglar. Agar kimdir mana shu men qilgan harakatdan funk qilsa, ya'ni funk edit qilsa, ya'ni story edit, bir funk musiqalarga tushadigan edit qilsa, men unga nima qilishni bilmayman. Hech qachon sandiqqa qo'shilish kerak edi. Bo'ldi, inventarim toza endi. Men qilgan harakatda kimdir edit qiladigan bo'lsa, men shunga shu meni haqiqiy obunachim bo'ladi. Hozir qaranglar. Hozir eshikni yo'qotib qo'ydim.
dedi aldımda turgan ekanman. Ya açılmaydimi bu eshik? Qani. Yat. Ya tabi. Eshikda tuzoq bor ekan, ha? Hech bo'pti. Ya kamonim qara. Ya ya ikkita kirka menda. Kamonim yo'q biroq. Ya kamonga uxladimmi? Mayli, ehtiyot bo'lib muhfaramni qo'yib ko'rib qaytayim. Keyin yana bir narsani qilib ko'rmoqchi edim. Yer qo'yib beraman endi oldimga. Kelishi mumkin emas edi bu yoqqa. Ya xiyravning qo'shilib qoldim olamga. Albatta ham komand tushmagan, ha? Mening ham birini ham silmoqchi. Borib tuzatib qaytay. Olmadim yo'q. Sen qilarsam ekan desam, urumin namozi. Urumin nimani qilib kelib esma tushdi. Uruminni ko'paytirish vaqti keldi. Hozir qaytaman. Xullas do'stlar, menda 46 o'yin o'sha shuncha ham ko'p farm qildim men. Obsidian bitta.
Yerga qo'yishga qaror qildim. Ana endi birini ham kuchaytiraman. Shunaqa deyishim bilgan. Tunda chaqmoq bo'ldi demanglar. Voy bellet. Shuncha fanim qilib kelib uyda kirib yana video olaman degan nima? Qarachi, uyni toshdan qilib chiqaman. Xullas qurib ham bo'ldim. Kreativda qurishga. Kreativda qurdim. Ammo vaqtim ko'p emas edi, shuning uchun kreativda tosh bilan qurib tashladim. Bo'lsa juda ham qiynalib ketardim. Shuning uchun kreativda qurdim. Voy. Bu nima bo'lganini o'zim aytalaman. Nima bo'ldi deymi? Men prosta muffanim qilib keldim. Kelgan vaqtim tashqari hamma yer yaxshi edi. Keyin yomg'ir yog'ib turgandi. Chaqmoq turgan. Uyga chaqmas dedim, ammo qarachi, toshni aytaymi? Bu yerda xirobrin bor. Xirobrin bo'lsa bilmadim ham. Bunlarda shu yerni qurib o'tirmaydi. Videoni to'xtatib qurib tashing. Mayli gaplashib quraveray. Yana nimadir bo'lmabdi ekan, a? Yo'q, to'xtab turinglar. Prosta o'zini o'zi uyga chaqmoq chaqish mumkin emas-ku. Bu yerdagi bir narsa bor. Nima bo'lishi mumkin? Xirobrin, ishonch qiyin xirobrinligiga. Albatta tekshirib ko'raychi. Narigi chetida blok bor. Blok bo'lmasa yo'q. Yo'q. Bunaqa qilish prosta o'zimga ham yoqmay turibdi. Lekin yo'q. Ha mayli, chidab yashash kerak. Chidaymiz qarachi. Erkak bo'lamiz qarachi. Shu xirobrin bo'lsa-da yashaymiz shu yerda. Endi narsalarni zachirana qilishga o'taylik. Yana kirib ketdimi? Voy bila. Ha mayli, ketdik tushdik pastga. Ne? To'g'risini aytsam, o'zim ham juda ham qo'rqib ketyapman. Prosta uxlayotgan vaqtda oldimda paydo bo'lsa, men o'yinni o'chirib tashlayman. Juda ham qo'rqib qoldim. Qarachi. Lazurit. Yig'ani uch va yana nima? Shu
3'tan eng zo'r bo'lmasa, men o'yinni o'chirib tashlayman. Непробиваемость bu nima deydigan edi? Urib o'tirmaydiganmidi? Непробиваемость 4. Ya'ni bu anaqa qiladi. Dehqonga bu pismini ostida nafas olish. Bu umuman sinmaslik 3-daraja. Непробиваемость. O'q o'tkazdirmaydigan. Ammo bitta narsadan qo'rqyapman-da men. Ketdik. Mana bu yo'q bo'lganda zo'r chiqadigan edi. Tezroq boraylik. Do'stlar, sizlarga xayr aytmoqchiman. Hozir kreativ terganim sababi prosta yo'qolib qoldim yana bir marta qayoqqa ketishim bilmasdan. Bu yoqqa. Bo'ldi. Davayda hammaga xayr.